Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Biz bugun gulli o'simliklarning generativ organlaridan biri hisoblangan meva mavzusi haqida gaplashamiz. Mevani urug'ning uchun, ya'ni urug' uchun ikkita asosiy ahamiyati bor. Birinchisi, u urug'ni ma'lum bir vaqtga yetib, ya'ni o'zini himoya qilgungacha, tarqalgunigacha bo'lgan vaqt mobaynida uni himoya qilib turadi va undan ikkinchisi bo'lsa, urug'ning tarqalishida asosiy zamin yaratib beradi. Xo'p, mevani endi biz ikki guruhga bo'lib olamiz. Ho'l mevalar, quruq mevalar. Bularni bir-biridan farqlash umuman qiyin emas. Ho'l mevalar bu suvli, iste'mol qilganingizda suv hosil bo'lib turishi kerak. Xo'p, bularga nima kiradi? Bularga biz bo'lib olamiz chin mevalar, soxta mevalar, rezavor mevalar va qovoq mevalar. Men bularni hozir birma-bir bir-biridan farqlashni tushuntiraman. Quruq mevalarni esa ikki guruhga bo'lib olamiz. Chatnaydi, chatnamaydi. Juda ham ko'pchilik o'quvchilar mana shu chatnaydi va chatnamaydi so'zlariga uncha tushunmas ekan. Chatnaydi degani, agar unga tegib yuborsangiz, pishgan bo'lsa chokidan ochilib, atrofga sochilib ketadi. Chatnamaydi degani, pishsa ham chokidan ochilib ketmaydi. Xo'p, ana endi chatnaydigan mevalarni ko'sak meva, dukkak meva, qo'zoq meva va qo'zoqcha mevaga bo'lib olamiz. Chatnamaydiganlarga don, pista, yong'oq va qanotchali mevalarga bo'lib olamiz. Yana bu slaydda tushmay qolgan bir ma'lumot. Ko'sak, dukkak, qo'zoq va qo'zoqcha mevalar ko'p urug'li quruq mevalar sirasiga kiradi. Don, pista, yong'oq va qanotchali mevalar bir urug'li mevalar sirasiga kiradi. Endi mana sizga gul, bu tasavvur qiling, o'simlik, daraxt, uni guli va mana shu guldan qayerlaridan bizga meva hosil bo'lishini tushuntiryapti. Qarang, meva o'zi o'simlikning mana bu urug'chisining tugunchasidan hosil bo'ladi. Qachonki meva tugunchadan hosil bo'lsa va bunda gulning boshqa qismlari umuman ishtirok etmasa, bu chin meva. Agarda mana bu tugunchadan tashqari gultoch, chanchi, qisqa qilib aytmoqchi bo'lsam, gulning boshqa qismlari ham ishtirok etsa, bunday mevalarni biz soxta mevalar deymiz. Mana sizga buni chiroyliroq tushuntiramiz. Xo'p, birinchisi chin meva deymiz. Chin meva, men boya ham aytdim, faqatgina tugunchada meva hosil bo'lishi kerak. Undan tashqari hech qanday qism aralashmasligi kerak. Bular chin mevalar. Ikkinchi nomi, ularni danakli mevalar ham deyiladi. Ichida bir dona danagi bo'ladi. Danagining ichida esa bir yoki ikkita mag'zini ko'rishimiz mumkin. Bularga olcha, gilos, shaftoli, olxo'ri va o'rikni kirgizsak bo'ladi. Ana endi undan keyingisi bu soxta mevalar. Soxta mevalarning ham ikkinchi nomi bor. Bu olma mevalar ham deb ataladi. Bularning hosil bo'lishida tugunchadan tashqari gulning boshqa qismlari ham ishtirok etadi. Bularga olma, behi va nok kabi o'simliklarimiz kiradi va ularning ichida urug'lar ko'p bo'ladi, ya'ni ko'p urug'li mevalar. Xo'p, undan keyingisi qovoq mevalar. Juda ko'pchilik o'quvchilarda noto'g'ri tushuncha bor. Qovoq meva bilan rezavor mevani bir-biriga aralashtirib yuboradi. Qarang, tashqi qobig'i qattiq bo'lsa qovoq meva, yumshoq bo'lsa rezavor meva bo'ladi. Qovoq mevalarga qovun, tarvuz, bodring, turli xildagi oshqovoqlarni kirgizsak bo'ladi. Ularning tashqi qobig'i qattiq, ichida urug'i ko'p va sersuv bo'ladi. Bular qovoq mevalar, ho'l mevalarning bir turi. Ana endi ikkinchisi bu rezavor mevalar. Tashqi qobig'i yupqa, ichida urug'i ko'p bo'ladi. Bularga tok, pomidor, qoraqat, bulg'or qalampiri, qalampir, qora tuzum va baqlajon kiradi. Yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak sizga. Qoraqatni juda ko'pchilik hayotiy shakli buta ekanligini bilmas ekan. Esib qoling, qoraqatning hayotiy shakli buta, xuddi tuzumga o'xshagan qora-qora mevachalar hosil qiladi. Va bularning mevasi sersuv, ichida urug'i ko'p bo'ladi. Qovoq mevalardan farqli jihati qobig'i yumshoq bo'lishida. Ana endi quruq mevalar. Quruq mevalarni biz boya ajratib olgan edik, chatnaydi va chatnamaydi deb. Chatnaydiganlar, ya'ni chokidan ochilib ketadiganlari ko'sak va dukkakni ko'rib chiqamiz. Ko'sak meva. Bolalar quruq mevalarni o'qish mobaynida bitta narsaga e'tiborli bo'lishingizni xohlardim. Biz nimani meva bark degan tushunchani yaxshilab tushunib olishimizga. Meva bark bir nechta desa bu ko'sak meva bo'ladi. Meva bark bitta desa bu dukkak meva bo'ladi.
Xo'p, pallalariga yopishadi desa, dukkak meva bo'ladi. Pishgandan so'ng chokidan ochiladi desa, ko'sak meva bo'ladi. Buni farqlab oling. Xo'p, ko'sak mevalar o'zi ko'sakka o'xshab turadi. Demak, bir nechta meva bargdan hosil bo'lgan, pishgandan so'ng chokidan ochiladi. Nimalar kiradi bunga? G'o'za, bangi devona, ming devona, gulxayri, tugmacha gul, lola. Asosan gulxayridoshlar oilasi va loladoshlar oilasini kirgizsak bo'ladi. Ana undan keyingisi dukkak mevalar. Buni o'zini oilasi bor, dukkakdoshlar oilasi, ikkinchi nomi burchoqdoshlar oilasi. Bularni mevasi dukkak hosil qiladi. Bularga beda, sebargi, loviya, mosh, burchoq, yeryong'oq, oq akatsiya, nuhot, shu jumladan soya, yasmiq kabi o'simliklarni ham kirgizsak bo'ladi. Demak, ular bitta meva bargdan tashkil topgan va pallalarga mevalar yopishgan holatda bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi qo'zoq mevalar. Qo'zoq mevalar bu qo'zoq bilan qo'zoqcha ikkalasi ham bir-biriga juda ham yaqin. Faqat bir donagina farq bor. Qo'zoqcha nisbatan maydaroq, qo'zoq nisbatan yirikroq. Ya'ni qo'zoq bo'yi enidan 2 marta yoki 3 marta katta, qo'zoqchada esa bo'yi eni bilan 1 xil yoki 2 marta katta. Ya'ni demoqchimanki, qo'zoq yirikroq, nisbatan uzunroq, qo'zoqcha maydaroq bo'ladi. Ikkalasi ham karamdoshlar oilasi vakillari o'simliklarda uchraydi. Qo'zoq meva bu jarjaq, ya'ni achambuta hosil qiladi. Qo'zoqcha mevani karam, rediska, turf va sholg'om o'simliklar hosil qilib, ular ikkita meva bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Boya aytib o'tganimdek, dukkak meva bitta meva bargdan hosil bo'lgan. Qo'zoq va qo'zoqcha meva ikkita meva bargdan hosil bo'lgan. Undan tashqari ko'sak mevalar bir nechta meva bargning birikishidan hosil bo'lgan. Bu ko'sak, dukkakka qaysi o'simlik kirishi juda ham anglashilib ketadigan narsa emas, ammo yonbarglar meva barglariga juda ham ehtiyot bo'ling. Xo'p, undan keyingisi chatnamaydigan quruq mevalar. Biz quruq mevalarni ikki guruhga bo'lib olgan edik, chatnaydi va chatnamaydi. Ana endi chatnamaydigani pishgandan so'ng chokidan ochilib ketmaydigan o'simliklar deyapti. Bular birinchisi don meva. Biz bug'doydoshlar oilasini bemalol bunday o'simliklarga sirasiga kirgizsak bo'ladi. Meva qobig'i quruq bo'ladi, suv bo'lmaydi. Bularga bug'doy, suli, sholi, bug'doyi, xummoy va makkajo'xori kiradi. Suv bo'lmaydi degan ma'noda noto'g'ri tushuncha hosil bo'lib qolmasin. Har qanday urug'da suv bor, ammo ser suv emas. Buni suv borligini probirkaga qo'yib ozgina yoqganimizda mevada qisman bo'lsa ham suv borligini ko'rishimiz mumkin, lekin o'zi quruq meva. Xo'p, qanotchali mevalar degani, agar biz oddiy tushuntirsam sizga, osmonda uchadi deb eslab qoling. Bunday mevalarni qisman qanotcha degan tushunchasi bor. Ya'ni ular havoda tarqalib bir joydan ikkinchi joyga o'ta oladilar. Bularni biz animaxor o'simliklar ham deymiz. Xo'p, bularga qayin, zarang, boyalish, qayrag'och, shumtol, cherkiz, robot, jut, saksovul va baliqko'z kabi o'simliklarimizni kirgizsak bo'ladi. Ya'ni ularning qanotchasi bor. Ular havoda bir joydan ikkinchi joyga bemalol uchib tarqalish qobiliyatiga egadilar. Xo'p. Demak, bizda oxirgi mavzu shu ekan. Ya'ni bu yerda hozir ikkita slayd tushmay qolibdi. Birinchisi pista mevalar. Pista mevalar biz bilamiz, qoqbuttoshlar oilasi vakillari, ular ham chatnamaydigan don mevalar sirasiga kiradi. Va undan keyingisi bu yong'oq mevalar. Biz manzarali ekinlar sifatida ekib o'stiriladigan soxta kashtanning mevalarini yong'oqchali mevalar sirasiga kirgizsak bo'ladi. Xo'p, agar endi biz o'tgan mavzuni bitta jamlaydigan bo'lsak, mevani ikki guruhga bo'lamiz, ho'l va quruq. Ho'lni 4 guruhga bo'lamiz. Bular olma mevalar, danakli mevalar, qovoq mevalar va rezavor mevalar. Quruq mevalarni ham ikki guruhga bo'lamiz, chatnaydi va chatnamaydi. Chatnaydiganlariga ko'sak meva, qo'zoq meva, qo'zoqcha meva va dukkak meva. Chatnamaydiganlariga don meva, pista meva, qanotchali meva, xo'p, va bitta yong'oq meva kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizda meva mavzusi xuddi mana shunday ma'lumotlardan iborat edi.